LG pilisoslari bunchalik arzon bo'lib ketadi deb hali hech kim o'ylamagan edi. Bugungi obzorimizda LG ni 2000 wattli modeli aynan shu pilisos bozorlarda ham, internet magazinlarda ham 1.600.000 so'mdan 2.5 million so'mgacha sotilayotgan ekan. Solishtirib ko'rishingiz uchun bemalol modellarini ham ko'rsatib olamiz. Diqqat bilan qarab, bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Shlankalarni ham ko'rib olsanglar, mana shunaqa geliy shlanka bo'ladi. Eng zo'r materiallardan ishlab chiqarilgan. Bu faqat eng qimmat modellarga qo'yiladigan shlanka. Boshqaruvni ham ko'rib olsanglar, mana shunaqa ruchnoy bo'ladi. Baland past o'chirib yoqishlari ham qo'lda qilinadi. Bu eng so'nggi modellardan bittasi. Stakanlarni ham ko'rib olsanglar, mana shunaqa qulay qilib ishlab chiqarilgan. Materiallari uncha-munchaga sinmaydigan baquvvat material. Ichidagi musorlarni to'kib olishga eng oxirgi texnologiya, shaklini ham ellipssimon qilib ishlab chiqarilgan. Filtrini ham ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa ajoyib filtrlardan qo'yilgan. Bu filtrni bemalol yuvib, quritib, yana qaytadan ishlatsanglar bo'ladi. Xona changib ketmasligi uchun yana qo'shimcha filtrlari bor. Bu filtrni ham bemalol yuvib, quritib ishlatsanglar bo'ladi. Komplektidan mana shunaqa katta nasatkasi chiqadi. Bu nasatkani ikki xil pozitsiyada ishlatsanglar bo'ladi. Shotkasini kirgizib, chiqarsanglar ham bo'ladi. Yana shunaqa kichkina qo'shimcha nasatkalari ham bor. Eng zo'r tarafi, garantiya butun O'zbekiston bo'ylab LG ning ofitsial servis markazlarida o'tadi. Original o'zidan chiqadigan mana shunaqa metallический trubalari ham bor. Aynan shu pilisosi originali Vyetnamda ishlab chiqarilganini bizning obunachilar uchun $109 qilib beraman. Bosinglar.